Oppoq kottej sotiladi azizlar. Umumiy maydoni 2-3 sotiq azizlar, 2 qavat, 6 ta yashash xonasi, oshxona, sanuzel 2 ta azizlar. Lokatsiyasi azizlar Udurg'i, Yangi O'zbekistonni orqadagi qishloqchasiga azizlar. Asosiy yo'lga yaqin azizlar. Hamda azizlar havosi juda ham kislorodga boy joylashuvi azizlar. Yangi O'zbekiston bilasizlar, bu yerga ro'paramizga obod bo'lib kelyapti. Bu yerga maktab, bog'cha, polni infrastruktura bo'ladi azizlar. Undan tashqari yangi aeroport tayyorlanyapti azizlar. Juda ham bu yerga asosiy trassa bo'ladi. Ya'ni gavjum joy, ham shaharga yaqin azizlar. Snos masalasi o'zi aniq, qaysi uylar snosga ketadi, qaysi liniya, ko'cha snosga ketadi, hammasi aniq va hamda azizlar snosga ketadigan uylarga qayta qurish, ruxsat arxitektura tomonidan berilmaydi azizlar. Xo'p, narxga keladigan bo'lsak, narxi 89.900 va albatta kichkina zazorchasi bor azizlar. Telefon qilinglar, to'g'ridan egasiga yoki o'zimga chiqinglar. O'zlaringizni asranglar.